Assalomu alaykum hurmatli YouTube ishqibozlari, musofirda yurgan aka-ukalar, qadrli obunachilar. Mana bugun navbatdagi darvozamiz mana kraska sepish jarayoniga tayyor holatda. Mana yarim 2 qavatli darvozamiz. Bu darvozamiz Farg'ona viloyati Beshariq tumaniga olib borib o'rnatiladigan darvozamiz. Darvozamiz haqida, materiallar haqida qisqacha ma'lumot berib o'tsak, eniga 3.60, bo'yiga 3.75 razmerga bo'ldi bu darvozamiz. O'sha kichkina kalitkasi отдельный qilib yasab bering deyishdi. Eni 3.60 ga 80 sm kichkina kalitka отдельный bo'ldi. Katta qanotlari. Yarim 2 qavatli darvozamiz. Atrofi stoykalari 10 ga 5 shviller bo'ldi. Profillari 6 ga 4, 1.7 stenada bo'ldi. Mana bu listlari ikkilik, ustiga o'sha 1.1lik yer yong'oq listdan bosildi, o'rtasiga steklovatalar bosilib. Juda chiroyli chiqdi bu darvozamiz. Tepasi setka bo'ldi. Darvozaxona sal yorug'roq bo'ladi, havo aylanib turadi deb setka qilgizdi akamiz. Mana hurmatli aka-ukalar, kraskadan oldingi holati mana hech qanday zang, eski narsa, uloq-buloq aralashmagan. Polniy stiklar o'sha germetiklanib, suv kirmaydigan holda qilinib, chiroyli germetik tortilgan. Choklari ko'p aka-ukalarimiz shpaklovka ko'p ishlamaydimi deydi. Mana asosan choklarida svarka bo'lgan joylarda shpaklovka bo'ladi. Endi svarkani izini ozgina tekislagani ko'p bas mana. Ozgina tortilgan. Kanalimizda yangi bo'lsalaring, hurmatli aka-ukalar, obuna bo'lib, like tugmachasini bosib, videomiz keng tarqalishiga hissa qo'shasizlar degan umiddamiz. Kimga shunday darvozalar kerak bo'lsa, ekranimiz pastki qismiga nomerimizni qo'yib qo'yamiz. Bemalol murojaat qilishlaring mumkin. Bu darvozamiz kraskasiga kelsak, kraskalari Devo kraska o'sha mokra asfalt rangda bo'ladi. Mana kraskalarimiz gruntovkamiz o'sha 10 kiloli gruntovkadan xudo xohlasa. Mana kraskamiz Devo kraska. Mana ko'rishlaring mumkin, avtomobil bo'yash uchun qo'llaniladi. Xudo xohlasa kraskalarimizga ham garantiya ancha yil xizmat qiladi. Bundan tashqari, darvozadan tashqari o'sha naves, so'ri, svarka ishi xizmati bo'lsa, bu ish qilinaveradi. O'zbekiston bo'ylab dostavka, ustanovka mavjud. Bemalol murojaat qilishlaring mumkin. Hurmatli aka-ukalar, doim kuzatib boringlar. Xudo xohlasa, keyingi jarayonlarni ham o'rnatish, ustanovka qilish jarayonlarini qo'yib borishga harakat qilamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.